Bundan 150 yil burun bittamiz ham yo'q edik. Biz hech narsa emas edik. Tilga olinadigan narsa emas edi. Yo'q edik biz vujudda. Alloh bizni bor qildi. Alloh bizni tirik qildi. Alloh bizni sog' qildi. Alloh bizga iymonni berdi. Alloh taolo siz bilan bizga rizqni berdi. Endi shuncha ne'matni berib turgan Parvardigordan qilib qo'ygan amalimizni pesh qilib turib so'ramaylik. Fazli karamidan bersin. Allohdan so'ra, chunki so'rashni o'zi ibodat. Faqat Allohning fazlidan so'ra. Sen birodar Allohning bandalarining xizmatida turibsan. Sen Allohning qullarining xizmatida turibsan. Sen o'zing Allohning qulisan. Man afzalun nas ya Rasululloh deb so'rashdi. Odamlarning afzali kim yo Rasululloh? Rasululloh javob berdilar: Afzalun nas anfa'uhum lin-nas. Odamlarning eng afzali, eng yaxshisi kim? Odamlarga foydasi tegadigani.